Adaş, anlasam ering vatanga qaytib ketdi-ku. Sen texchi doktorxonada ismini qo'shib ishlayapsan. Adaş, men aldirash. Keyin paranglashayli. Va, Jasur bekli kelishgan-ku. Dadasi Altun Davr bankasining bosh lideri ekan. O'zi yana paravan ul aslahasini bankasini quribdi. Uning ustiga 27 yoshida dunyo pul muomalasidagi ta'sir kuchi eng zo'r 50 shaxs qatoriga kiribdi. Yana texi bankerlar jurnalining muqovasiga chiqibdi. Aslida Jasur shuncha kelishgan ekanda, ham kelishgan ham qaldiskan. Voy, anamay uni yoqtirib qoldim-ku. Voy. Uni yaxshi ko'rib qilish navbati sizga kelamdi. U burunli to'y qilib bo'lgan. Bu ish rost, men bilaman. Sizlar ko'rsatib qo'yay-ya. Ayni yili xotini bilan to'y qilganda to'y murosimi bekatda o'tkazilibdi ekan. Gerçi chiroyini aniq ko'rgili bo'lmasa-mu, turqidan qarash qilib soyib jamaldi ekan. Dildor, yana yuzdan qarashga bu qiz sizga bek o'xshaydi ekan-ku. Kichigimdan enimda yuradigan singlimning xotinini bo'lib qilishni o'ylamabdi ekanman. Dildor, sizning bosh kichigimizda taqdirimizga bitilganmidi? Xato ko'rib qapsiz. Voy, bo'ldi qilinglar-chi. Uning nadimi undaq ta'liyi kelsin. Yana texi boy oilaga yetiq bo'lamdi ekan. Mening buncha ta'laylik emasligimni qanday bilasiz? 2 yil bo'ldi. Bu doktorxonada eringizni hech kim ko'rib baxmadi. Agar rostla boy oilaga yetiq bo'lgan bo'lsangiz, ko'z qilmasligingiz mumkinmi? Dildor, eringizni qachon bizga ko'rsatib qo'ysiz? U bek sat. Ko'rib qo'rqib ketmanglar yana. Aka, bu qitim yana qaytib ketamsan? Qanda, kelsin demsan? Voy yo'q, men har kuni sening qaytib kelishingni kutadigan tursam. Hey, qandoqsiga undaq deyman? Onun sana qanchalik amroqligini sen bilmaydigan yerda emas. U sana xotiningdanmi bakrak amroqmikan? Hey, og'zingni yumsang bo'lmamdi. Hey? Yangam kelmabdi-ku. Hey, biz haroqchimiz davatsaq, uni tilg'ilib nima qilasan deyman, ha? Odamning kayfini uchirib. Ha, o'g'o shu. Jasurning dildoriga ko'ngli bo'lmasa, to'y qilgan bilan qilmaganning nima farqi? Jasur, to'y qildingizmi? Qanda, qo'limdagi to'yliq uzuk aniq ko'rinmamdi ekan. Amsa xotiningiz chiroyliqmi?